Ana aziz do'stlar, bugun mana Niderlandiyaga keldik, 2 olib keldik baliq Norvegiyadan. Mana aeroportda olib tushirdik. Mana samolyot o'tib kelyapti, mana samolyotlar aeroport qo'nyapti, mana. Yaqin ekan aeroport, mana. Qatarda aeroporti. Qo'yil. Mana yerda mashinamiz turibdi, mana keldik. Mana shu yerga hozir 9 pauzani shu yerga dam olib chiqaramiz, 9 pauzani. Mana bak aeroport ekan, Niderlandiya davlatiga keldi mana. Aeroport ochiq, hech qanaqa sitka-pitka yo'q bu yerda. Qo'yil. Lekin mana bu yerda mana shu bazaga tashladik, Norvegiyadan olib kelib baliq nagel. Shu kompaniyaga. Rotterdam shahriga. Poytaxtida, Niderlandiyani adashmasam Niderlandiyani poytaxti. Shu Rotterdamda mana shu aeroportda oldida ekanmiz. Vigruska qildik, tushirdik. Mana do'stlar, hech qanaqa mana setka-petka yo'q mana aeroportda. O'rtada mana faqat ariqcha bor, mana bo'ldi. Ariq, zavrcha ketgan. Mana aeroport, katta aeroport mana. Plashatkasi. Mana yerga qushlar uchib yuruvdi. Bir tuda mashin bilan kelib miltig'ot qushlarni quvib yubordi. Endi men o'ylashim bo'yicha shu motoriga kirib ketmasin deb, xalaqit bermasin deb pasatka qilayotgan samolyotlarga mana yana bitta samolyot kelyapti, qaranglar mana. Mana pasatka qilyapti, qo'nishga mana. Mana aziz do'stlar, qaranglar. Dahshatniki bola samolyot. Mana keldi. Mana qo'yadi hozir, qo'nadi mana. Balonlardan tutun chiqib ketadi, qaranglar. Ana balonlar tutun chiqib ketdi. Qo'yili. Tutun chiqib ketdi mana balonlardan. Mana aeroportga, katta aeroport ekan bu yer. Shuna aylanib hozir shu yoqqa o'tadi. Mana ochiq aeroportda. Hech qanaqa setka-petka yo'q. Mana bu yerda mana qaranglar, do'stlar. Aeroportda mana shu ekilgan gazonni, mana o'tini robotlar uryapti mana mashincha. Mana mashinchadan 2 ta 3 ta qo'yib qo'yibdi bunaqa mashinchadan hayda. Kuni bo'yi to'xtamay uryapti o'zlari. Mana shu o'tini. Kompyuterdan miyasiga uстановка qilib qo'ygan plashatkani. O'zi mana yurib uryapti o'zi mana. O'tdi. 2 tami shunday ko'rdim, 2 tami 3 ta ko'rdimda. Yurib urib chiqyapti. Aziz do'stlar, juda ajoyib. Bu yerga vobshe qo'yildi. Hech kim gapirmaydi ham video ko'rsatsa, setka ham yo'q, zabor ham yo'q, qarovul ham yo'q. Mana yana bitta samolyot kelyapti. Mana qo'yil. Juda ko'p, har minutda bitta samolyot kelib qo'naygan. Keldi mana keldi. Qo'yil. Hozir tutun chiqib ketadi yana, qarangizlar. Balonni. Ana. Qo'yil. Mana aziz do'stlar, yana bitta samolyot kelyapti, mana qarangizlar. Mana. Qo'yil mana. Dahshat. Ana oyoqdan ana tutun chiqib ketdi ana. Qilib ana balonlardan. Mana samolyot o'rtaga mana shuncha. Mana aziz do'stlar, yana bitta samolyot keldi, mana qaranglar.
Oy, ana. Ana, kichkinaroq ekan bu. Hozir qona oyoqda qay. Balonlardan tutun chiqib ketadi. Ana. Oy. Ana yana bitta kelyapti aziz do'stlar, qaraysiz. Dahshat mana qaraysiz. Bitta bahaybatlik, wow. KLM firmaniki ekan shunaqa. Qo'yil. Mana yana bitta keldi aziz do'stlar. Dahshat mana. Bu ham o'sha firmaniki, KLM. Qo'yil mana. Joy ko'rsa yomon odam maza qilayotgan ekan. Yaqindan ko'rsa.